O'zimizni Anjali akaxon tuyada umraga ketyapti-kan, bir og'iz gapga solamiz akani. Yo'l bo'lsin, qayerga ketyapmiz? Xudo xolasa inshaalloh umra ziyoratiga yo'lga chiqqanmiz. Niyat qilganman. Nafaqat O'zbekiston, nafaqat Andijon, butun dunyo mo'min musulmonlar ummatlari, payg'ambarimiz ummatlari nomidan Saudiya Arabistoniga olib borib, shuni so'yib, qurbonlik qilib xalqqa tarqatmoqchimiz inshaalloh. Qurbonlik qilish niyatim bor edi, to'g'risi. Endi 5 million, 4 millionga qo'y olib, qo'y so'yib tarqatgim kelmadi-da, undan ko'ra bitta tuyani sotib olib, Allohning bir baytiga borib, bir payg'ambarimiz ummatlari nomidan payg'ambarimiz haqqiga bir so'yib, kattaroq bir savobga ega bo'laylik, Allohning roziligida degan maqsadda Xudo xolasa niyat qildim. Ishi qayerda o'zi? Ishi Andijonda, Eski shaharda. Eski shaharda. Viloyat Vostoyda. Qanchada yetib borishni ko'zlayapsiz? Endi Xudo xolasa inshaalloh bir 6 oyda yo'q bo'lsa kerak. Tuyani ustida minib bormoqchi. Yo'q, yetalab ketaman, mindirmaydi. Yetalib ketyapsizmi? Yetalab, mindirmaydi. Chunki yaqinda Ro'zada piyoda borib keldim, tajribam bor, Tirnovga qilib keldim, Xudoga shukr. Bugun yo'lga chiqdingiz? Yo'q, kecha chiqqanman. Kecha. Kecha chunki Zennamosga borib yurishni boshladim. Sababi endi bu tuyamiz cho'lda yurgan, mashinalarni ko'rmagan. Yovvoyda endi bunday aytgan. Endi sal endi buni ko'chaga o'rgatib, kechadan sekin boshlab aldab sekin endi sal bugun tuzuk, kechagidan ko'ra yaxshi, Xudo xolasa inshaalloh. Alloh barakasini bersin, Alloh kuch-quvvat bersin, yaxshi yetib borishingizga Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Xudo xolasa kuzatib turamiz sizni oq yo'lga.